Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Hammalarimizga ma'lumki, mana prezidentimiz tomonidan xotin-qizlarimiz, ularni bandligini ta'minlash, ularni sog'lomlashtirish, ularni daromadga ega bo'lishlari borasida bir qator tadbirlar, bir qator prezident farmonlari, bir qator qarorlar qabul qilinyaptiki, biz Kogon shahrida ham mana shu qaror farmonlaridan foydalanib, xotin-qizlarimizda imtiyozli kreditlar ajratish, ularni tadbirkorlikka jalb qilish hamda ishsiz xotin-qizlarimiz bandligini ta'minlash borasida bir qator ishlarni amalga oshirib kelmoqdamiz. Jumladan Kogon shahridagi mavjud 31.578 nafar xotin-qizlardan qizlar xatlovdan o'tkazilib, ayol.uz bandligi platformasiga birma-bir har bir xotin-qizning ma'lumoti o'rganilib kiritildi. Bundan kelib chiqib, xatlovdan so'ng shakllantirilgan ro'yxatlar asosida xotin-qizlarimizni bandligini ta'minlash, kasb o'qitish, ularga kredit ajratish maqsadida platforma orqali bu platformaning bajarilishi nazoratga olingan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 14-martdagi oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish tadbirlar to'g'risidagi 103-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida xotin-qizlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Tadbirkor ayol assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda, Buxoro viloyati bo'limi hamkorligida Kogon shahrida seminar treninglar tashkil etilib, ayol biznes, oila va innovatsiya loyihalari doirasida o'z ishingni boshla va takomillashtir mavzusida tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lgan xotin-qizlarimiz o'qitildi va 20 nafar xotin-qizlarimiz mana shu o'quvlardan keyin o'z ishlarini boshlab, kredit olib, tadbirkorliklarini boshlashdi. Xotin-qizlar tadbirkorlik markazi tomonidan esa xotin-qizlarni tadbirkorlikka keng jalb qilish maqsadida 201 nafar xotin-qizlarimiz tadbirkorlikka o'qitildi, 15 nafar xotin-qizlarimiz uy hamshiraligi yo'nalishida, 28 nafar xotin-qizlarimiz tikuvchilik yo'nalishida kasb hunarlariga o'qitildi. Shuningdek, IT sohasida ham alohida e'tibor qaratilayotganligi inobatga olgan holda 48 nafar xotin-qizlarimiz IT yo'nalishida tadbirkorlik markazimizda bepul o'qib, kasb hunariga o'qitildi. Mana shu kasb hunarida o'qigan xotin-qizlarimizning 42 nafari lider tadbirkorlarga biriktirilib, 42 nafar lider tadbirkorlarga 235 nafar xotin-qizlar biriktirilib, ularni qo'shimcha o'z egallagan kasblari bo'yicha, o'z egallagan tadbirkorlik yo'nalishlari bo'yicha malakalarini oshirib hamda faoliyatlarini boshlashlari uchun ko'maklashildi. Xotin-qizlar bandligini ta'minlash va salomatligini mustahkamlash markazlari tashkil etildi. Shuningdek, 2024-25 yil davomida 5 ta mahallamizda, ya'ni Zirabot, Arabxona, Abdulla Qodiriy, Amir Temur, Mirzo-Ulug'bek mahallalarida xotin-qizlar bandligini ta'minlash va salomatligini mustahkamlash markazlari tashkil etildi. Ishsiz xotin-qizlarning oilaviy muhitlari o'rganilgan holda ichki imkoniyatlardan foydalanib, yashash manzillarida kichik biznes, ya'ni tikuvchilik, pishirish, sartaroshlik va boshqa yo'nalishlar tashkil etishlari uchun 590 nafar xotin-qizlarga imtiyozli kreditlar olishga ko'maklashildi. Ayollar daftari orqali ham xotin-qizlarimiz qo'llab-quvvatlanib kelinmoqda. 2025-yilda 6-bosqich ayollar daftariga 2042 nafar ayollar kiritilgan bo'lib, birinchi toifa, ya'ni ishsiz xotin-qizlar toifasiga 1325 nafar xotin-qizlar kiritilib, to'liq ularning 100% bandligi ta'minlandi. Xuddi shuningdek, ikkinchi toifamiz, ya'ni tadbirkorlikka ko'maklashish, ya'ni xotin-qizlarning tadbirkorligini kengaytirish maqsadida 90 nafar xotin-qizlarimizga imtiyozli kreditlar olib berildi. Ayollarimiz uchun motivatsion seminarlar tashkil etilgan bo'lib, davlatimiz rahbari tomonidan bepul Bo'stonliq, Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida tashkil etilgan innovatsion seminarlarda motivatsiya olishlari hamda psixologik yordam olib, tadbirkorlik uchun o'z ishlarini boshlashlari uchun tashkil etilgan 3 kunlik seminarlarda 139 nafar xotin-qizlarimiz borib qatnashib, dam olib, o'zlariga bilim ko'nikmalarini shakllantirib kelindi. Bu boradagi ishlar davom etmoqda. Shaharda xotin-qizlarni, shuningdek ularni bandligini ta'minlash, oilalarda tinch totuv yashashlari uchun xalqimizda maqol bor. Oila tinch bo'lsa agar, mana shu xotin-qizlarimiz bandligi ta'minlansa, ular oilaviy daromadga ega bo'lsa, oilalari ham tinch bo'ladi, farzandlari ham tinch bo'ladi, hamda mana shu oilada qut-baraka ham bo'ladi. Shuning uchun xotin-qizlarimizga biz mana bu boradagi ishlarni qo'llab-quvvatlagan holda murojaatlariga ko'ra barchalariga mana shu yordam berishni o'zimizga maqsad qilib olganmiz.